mana rosa bir oy bo'lgan bo'lsa, effekt 100% effekt hozir o'zimga sezib, sahar 5 dan o'tgan yo'q. O'zimizda ham borib kechmada topshirdim. Pushaymon emassiz. Yo'q, Allohga shukr. Bolakamga shifosi bor ekan. Lekin bu mana shu sihatga kelgandir 11-12 yil bo'lgan bo'lsa, kimni maqtasa bororganman to'g'riga. Iloji umid istab yurasizda. Rishtonga, va'da desa va'daga, uni desa maqtasa shu bororganman hammaga. Shifo toparmikanman. U shifolar ham o'sha banasa yotib bir haftadan ichida chiqqanimdir 5-6 bo'ladi, unda ham pastga tushmas edi. 6 ga ham kam tushardi. 9-10 ko'tarardi. Bir haftadan keyin o'sha 15-20 ga chiqib borardi sahrim. Hozir Allohga shukr, mana rosa bugun 1 oy bo'ldi bugun. Rosa 1 oy davomida men o'zim 2 marta o'lchatdim. Ama diyetda mahkam ushladik, to'g'ri gap. Endi diyet ham oson emas ekan, lekin diyet endi qattiq narsa ekan bu. Endi chopasan, deyishdi, yurasan deb yuryapman aytdimanda, shu mashinamda 20 kat yurib qo'yapman aytdimanda, shu qilayotgan ishim nima qilaman endi. Hozir Allohga shukr, yaxshi.